Sizlar bilan hozir bitta tajriba o'tkazamiz. Qarang, mana bu arizonimizda teni hisoblanadi. Qo'ldan kelgancha endi suvga tiqib qo'l bilan bu narsalar bilan teni qirmasdan tushirganimizda tushirdik, lekin mana bu narsalar tushmaydi, qotib qolgan. Shuni hozir biz limonik kislota, mana bu limonik kislota deyiladi. Bu narsa mana zira sotadigan joylarda, bozorlarda bor. Biz kiloligidan 200 gram oldik. Bu upakovkada ham bo'ladi aslida. 5 litrlik baklashkani mana bunday qilib qirqib oldik. Suvni qaynog'ini qo'l kuyadigan darajada ochiq qizdirib oldik birinchi suvda, qo'l kuyadigan qilib. Hozir shuni tayyorlab, shuni tozalashni ko'ramiz. Limonik kislotamiz bu yerda 200 gram hozir, o'shani tushunsiz. 200 gramni solganimizda yarmini solamiz. 100 gramlarni soldik. Qolganini olib qo'ydik. Endi suvni ochamiz. Suv issiq suv, qo'lga kuydiradigan darajada issiqroq qildik. Aralashtirib oldik. Ichiga tenni solganimizda ten botadigan darajada qovuramiz. Hozir soatimiz 5 dakika 6 bo'ldi. Endi yetadi mana shu, mana shuncha qoldik. Ichiga ten botadigan darajada. Mana tenimizni hozir solayotgan ahvolimiz 10 dakika 6 5 dakika, 10 dakika 5 dakika 6 da solyapmiz. Yarim soatdan keyin yana bir kelib ko'ramiz. O'zi 10 soatlar turishi kerak ekan. Keyin rezultatni ko'ramiz. Limonik kislota. Keyin mana shuni botadigan qilib solib qo'yamiz ichiga. Bo'ldi. Mana tajribamizni hozir solib qo'yganmiz, baklashkada turibdi tenimiz. Xudo xolasa 10 dakika 6 da qo'ydikmi? Ertalab olamiz. Hozirgacha bir qaradik, boya 2 soat bo'lgan ekan, ancha tushirgan ekan. Rezultatni kim ko'rmoqchi bo'lsa, oxirida natijani kim ko'rmoqchi bo'lsa, kuzatib boringizlar. Ertalab qanday natija chiqqani davomini ikkinchi videoni qo'yaman. Keyin yana ma'lumot o'rnida bir narsa aytib o'taman. Mana pastdagi raqamlarga, mana shu suratdagi akamiz To'lqin akamiz deydilar, Toshkent bo'ylab mebel xizmatlari, elektrический ishlar, santexnika ishlar, xullas kalom bir so'z bilan aytganda universalni usta ishlariga gap yo'q, sifatli. Instagramda o'zlarining kanallari ham bor. Pastdagi raqamlar o'zlariniki, qo'ng'iroq qilib bog'lansalaring, xudo xolasa ulardan kelgan xizmatlarni qilib beradi. Damlashni nima, uyda qanaqa xizmatlar chiqib qolsa, santexnika, elektrika, mebel terish xizmatlari hamma ish qo'llaridan keladi xullas kalom. Kuzatib turing, ertaga natijasini qo'yaman video qanday chiqqanini tenimiz.